В школе номер 10 Ташкентского района Ташкентской области введена в эксплуатацию новая спортивная площадка. В преддверии праздника Навруз это стало большим подарком для администрации школы и учащихся. В школе 10, расположенной в махалле Кирарик Ташкентского района, обучаются более 1000 учеников. Большинство из них увлекаются спортом, однако раньше условий для регулярных занятий командными видами спорта было недостаточно. Благодаря приложенным усилиям и вниманию к этой сфере на территории школы была построена современная спортивная площадка. Этот объект, возведенный в кратчайшие сроки, отличается своей просторностью и удобством. Площадка была сдана в эксплуатацию накануне праздника. В церемонии открытия приняли участие официальные лица и старейшины, которые торжественно перерезали символическую ленту и высоко оценили возможности, созданные для молодежи. Мы 10-я школа Ташкентского района в 2025 году участвовали в проекте Open Budget 2 раза в 2 сезонах и, конечно же, выиграли обе соревнования и получили 3 миллиарда выигрыша. На первую часть выигрыша мы отремонтировали старое здание школы, а на вторую часть 1,5 миллиарда мы построили этот стадион для детей, учеников, молодежи, чтобы они проводили свое свободное время познавательно. В нашей школе ученики очень интересуются спортом, особенно футболом. Из-за этого мы приняли решение направить этот выигрыш на построение этого стадиона. И на сегодняшний день они очень рады. Выступившие в ходе мероприятия подчеркнули, что подобные сооружения способствуют широкой пропаганде здорового образа жизни не только среди учащихся, но и среди населения в целом. Праздничную атмосферу дополнили подготовленные учениками художественные номера, танцевальные выступления и военно-спортивные выставки, подарившие всем собравшимся отличное настроение. Также в ходе церемонии ученики представили праздничный дастархан в честь Навруза и продемонстрировали национальные изделия, изготовленные своими руками. Yurtimiz bo'ylab bayramlar shukuhi kezmoqda. Ana shunday fayzli kunlarda xalqimiz uchun quvonchli voqealar, yangi inshootlar, zamonaviy sport maydonlarining foydalanishga topshirilishi yaxshi an'anaga aylanib bormoqda. Toshkent tumanidagi 10-maktab jamoasi uchun bunyod etilgan yangi sport maydonchasi ham ana shunday ezgu ishlardan biridir. Qirariq mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan mazkur ta'lim muassasasida mingdan ziyod o'quvchi tahsil olib, ularning aksariyati sportga qiziqadi. Biroq ilgari jamoaviy sport turlari bilan muntazam shug'ullanish uchun sharoit yetarli emas edi. Olib borilgan sa'y-harakatlar va e'tibor natijasida maktab hududida zamonaviy sport maydonchasi barpo etildi. Qisqa muddatda qurib bitkazilgan ushbu maskan keng va qulayligi bilan ajralib turadi. Ushbu maydon ayyom arafasida tantanali tarzda foydalanishga topshirildi. Ochilish marosimida mutasaddilar va nuroniylar ishtirok etib, ramziy lentani qirqishdi hamda yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlarni yuqori baholashdi. Jamoamiz bilan birgalikda 2025-yili Open Budget loyihasida 2 marotaba ishtirok etdik va 2 marotibasida ham yutuqni qo'lga kiritdik. Birinchi mavsum yutug'ini maktabni binosini rekonstruksiyasiga qaratdik va ikkinchi mavsum yutug'ini bugungi kunda mana binoni orqa hovli qismiga yoshlarimiz uchun sport maydoni qurish uchun mo'ljalladik. Bu yutuqlarimiz maktabimiz jamoasini xatti-harakati, mehnati evaziga bo'ldi hamda ta'lim vazirligimiz qo'llab-quvvatlashlari, bizga ishonch bildirishganligisi hamda mahalla raisimiz biz bilan hamnafas bo'ldilar bu vaziyatda. Maktab rahbari sifatida shu o'quvchi yoshlarimizni bugungi zamon talabiga javob beradigan raqobatbardosh yoshlarni yetishtirish uchun qo'limdan kelgan barcha xatti-harakatlarni qilib va bu vaziyatda to'xtab qolmasdan yana davom etish niyatidaman. Mamlakatimiz prezidentiga bu uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi bu nihoyatda katta imkoniyat, ya'ni ta'lim tizimi uchun ham va qolaversa boshqa sohalar uchun ham prezidentimiz bu uchun mamlakatda hamma shart-sharoitni yaratib qo'yganlar. Buni shaxsan shu jarayonlarning ishtirokchisi sifatida aniq aytishim mumkin va ularga juda ham biz minnatdormiz. Jamoamiz bilan, mana shu hudud aholisi bilan birgalikda bolalar juda ham xursand, haqiqatda hammasining ko'zida kulgu. Tadbir davomida so'zga chiqqan mutasaddilar bunday inshootlar nafaqat o'quvchilar, balki aholi o'rtasida ham sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etishini ta'kidlashdi. Bayramona ruhda o'tgan marosimda o'quvchilar tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar, raqslar guldastasi va harbiy sport ko'rgazmalari yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi.
Shuningdek, tantana davomida o'quvchilar tomonidan Navro'z bayramiga mos bo'lgan dasturxon, qo'l mehnati bilan tayyorlangan milliy buyumlar namoyish etildi. Diyorbek Abdurahmonov, Jamshid Nishonboyev, Poytaxt. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Siz azizlarni yana bir bor muborak Ramazon hayiti bilan samimiy tabriklaymiz. Ushbu qutlug' ayyom xonadonlaringizga fayz va baraka, qalblaringizga xotirjamlik va baxt saodat olib kelsin. Yana efirda ko'rishguncha salomat bo'ling.